Assalomu alaykum azizlarim. Dilnoraxon aytganda buysan ham mayli. Hozir mana Dilnoraxon zakazlari bo'yicha kimchi ramyon taxlaymiz. Bizga kerak bo'lgan anaqa kimchi ramyon bitta. Bu yerda pomidor to'rkadan o'tkazib, bir qoshiq tomat solib, ozgina shakar solib aralashtirilgan. Pomidor to'rkadan o'tkazilgan, tomat, shakar aralashtirilgan. Bu yerda ikkita boshcha, kichkina boshcha, ikkita do'lka chesnokni to'g'ralgan mayda qilib. Bu nima? Soyevый sous. Kimchi ramyon achchiq emas, o'rtacha. Keyin bu yerda sir 2 xil mozzarella bilan mana bunaqa Hochland. 2 xil sir, mozzarella Hochland. Keyin mana bu yerda gulxan mana ozgina nimalarga achchiq solinadi-ku, lag'monlarga solinadi-ku. Vazjan degan. Ozginagina. Chunki bu kimchi ramyon uncha achchiq emas. Bundan ozginagina tayyor bo'lishdan oldin hidi приятный bo'lib turadi yeganlaringizda. Bu kerak bo'ladi. Ikkita tuxum kerak bo'ladi. Keyin pekinskiy kapusta bilan katta-katta to'g'raganman mana. Pekinskiy kapusta mana katta-katta to'g'ralgan. Mana piyozlarni ham mana oq piyoz katta-katta to'g'ralgan. Ana shular kerak bo'ladi. Mana ozgina bugun gazimiz yo'q ekan. Shunaqa bizga bitta tapamiz bor. Gazda kuyib bir nimalar bo'lib ketadi, men buni tashlamayman. Mana shunaqa tapachamizga mana ozgina moy solganman, salatni masla, tok pechkada qilyapmiz. Boshlaymiz. Tez qavurib olishimiz kerak. Mana bu sabzavotlarimiz o'lib ketmasligi uchun tamchasi zo'r bo'ladi. Bismillah deb boshlaymiz. Ozgina ko'taramiz. Pishirayotgan ekanmiz, ko'taramiz. Video tez yuklanishi uchun qisqa qilib videoni o'chirib olaman. Hozir sabzavot sal pekinskiy kapusta bilan piyozni salgina ana bo'lgandan keyin nimani solamiz? Tomat solamiz.